Mana bitta bektimga keldim. Bu gips tushirishuvdi. Qolib ketibdi. Ve hamile. Sağlığı yaxshimi? Ro'shan nimaga? Ha, chizma. Bahodir. Ani darvoza tagida musor turibdi, salaniki emasmi u? Yo'q, anaqalar qolib ketibdi, nimadir mayda chudalar yerda yotibdi, musor bu. O'shalarni sipirib chetga olib qo'yinglar. Bo'ldimi, mana arkalar. Yaxshi, chiroyli bo'libdi. Mana buni nega yopmadinglar? O tepa qismini. Mana bu pardani tengi bilan yopinglar deb buni. Yog'ini mebelchi o'zi yopib oladi. Tushundingizmi? Ha. Hozir bu konditsioner bo'lmaydi, mana bu stoyachiy bo'lyapti o'rniga. Alaykum assalom. Nurdan qalaysiz? Chizimsiz? Chizmani oling Ro'shan.